yoki ignani sanchishni o'zi ham bir kichik travma hisoblanadi. Kortizol miqdorini aniqlashning bir necha usullari bor. Qon tarkibida, so'lakda va siydik tarkibdagi kortizol. Bemorlar uchun qulay va natijasi aniq usullardan biri bu so'lakda kortizolni aniqlash. Buning uchun nima qilinadi? Bemor kelib laboratoriyadan maxsus steril flakon olib ketadi va erta tongda to'shakdan turmasdan turib, steril paxtani og'ziga solib, bir necha daqiqa ushlab turadi. Shunda kortizolni tongi miqdorini aniqlash uchun yetarli miqdorda so'lak yig'iladi va steril flakonga solib laboratoriyaga keltirib beradi. Qonda aniqlaganda bemor uyg'onib, klinikaga kelguncha yo'lda stress bo'lishi mumkin yoki ignani sanchishni o'zi ham bir kichik travma hisoblanadi. Bu paytda tongi kortizol miqdorini soxta baland chiqishini ko'rishimiz mumkin.